Qancha keldi shef? O'sha men sizlarga aytgan yengil savdo majmuasi shu bo'ladi. Men tashqarida nazorat qilib turaman. Sen kirib kassirda chalg'itib turasan, gapga solasan. Sen bo'lsa aytilgan mahsulotlarni birin-ketin o'g'irlab olib chiqasan. Kelishdigi dushmanlarim eng katta xatosi do'konning otini yengil qo'yishgani. Ketdik. Shef, Qo'rqib, ho'kiz. Nima bo'ldi? Qani o'g'irlashdingmi? kirdi ichkariga. Xo'p, Narx-navolarni bozordan arzon qilib qo'yishdim. O'g'irlashimizga arzimaydi. Sotib olaylik, yaxshisi. Yuring ko'rsataman. menga qimmat deyishganida yurishchi. Xolodilnikni qarang shef. Mendan katta. 4.108.000 ekan aksiya narxi. Nima? O'zimni to'yimda shu xolodilnikni 18 millionga oldim. Kendi ham zakasini o'g'irlamoqchi edik. 1.534.000 topdi. Nima qilaylik? Onangning jura. Yaqinda singilga shuni 34 millionga olib beribman. 12 talik AUX konditsionerlari 3.757.000 desa o'g'irlarmidingiz? Shundan bitta o'zimga olsam bo'lar ekan. Hali ham o'tin yoqib yotibdi uyda ichida. Hech bo'lmasa bitta televizor o'g'irlashmabsan-da. Shef, 32 talik Artel televizor 1.352.000 ekan. Shundan bir voq olishga uyda hamma yo'q hojatxonalarga ham qo'yib tashlaymiz. Shu mebelni chiroyliligini qarang. Dizaynini qarang. Shu kompleks polni 5.525.000 so'm ekan. Hozirgi ko'rgan narsalarimizni hammasidan ikkitadan olib qo'yish. Hozir bu narxga ola olmaymiz. Nimaga? 25-26 noyabr kunlari faqat 2 kun O'zbekistondagi Yengilni barcha filiallarida bozor narxidan arzon aksiyasi bo'ladi. O'shanda olamiz. Lekin qoyil qolish kerak Yengilga. O'sha 2 kunda hamma tovarni olib ketinglar. Pulini men beraman. Nomi Yengil bo'lgani bilan katta mahsulotlarni yengil narxlarda olib ketsa bo'lar ekanda. Yengil, a? Mazgila.